Men birinchi Cumhuriyettin miras, yani 1933-yili qurilgan Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti'nin bunda bir miras elishimiz lazım deb o'ylayman. Yani bizning bu cumhuriyetimiz bizga, biz azaldan e'tiqod qilib kelgan bizning ulug' dinimiz, yani islomiy kimlik bilan o'zimizning milliy kimligini nihoyatda organik mujassamlashtirgan, bog'lagan bir nihoyatda cho'ng bir tajribadan iborat. Amaliyotda biz Uyg'urlar islomni qabul qilgandan keyin o'zimizning milliyligi bilan diniy kimligimizni nihoyatda yaxshi moslashtirib, yug'urib kelgan. Qaraxonlar davrida o'tgan bizning buyuk olimimiz Yusuf Xos Hojibning qutadg'u bilikmi amaliyotda bir islomiylik bilan bir milliylikning bizning ilmiy sohadagi bir yug'urilgan samarasi deyishga bo'ldi. Bu demiş so'zlaymizga vaqtda bugungi kunda. Keyingi vaqtlarda bizning vatanda va chet elda bizning xalqimizning diniy tushunchisida shu islomiylik bilan milliylik bir xil qarama-qarshi qutblarga o'xshash bir xato tushunish bir qism dindor qatlamdagi kishilarning ideyasiga ta'sir qildi va bu ideyaning turkisida nurg'unlagan agri ziyonli yo'llarni minib qoldik. Men bugun qisqa vaqt ichida bu milliylikning amaliyotda islomda rad qilinadigan narsa emas, balki ta'kidlanadigan va bir muhim o'ringa ega ekanligini qisqacha so'zlamoqchi. Eng avval islom millatni e'tirof qilmagan, millat deydigan narsa yo'q. Bizning jamiyatimizga ba'zi qatlam kishilar hozirma bor. Birinchisi bir oyatdan boshlaydi. Alloh Qur'oni Karimda bunday bir oyatni nozil qilgan. Buning ma'nosi Allah ma'lum bir qavmga ularga payg'ambar avatgan vaqtning tili bilan so'zlaydigan qavmni avatdi. Ya'ni ularga haqiqat bayon qilib berish uchun. Bu yerda qavm keldi. Bunun ma'nosi bu yerdagi qavm chuqur buni ochiqlab aytish lozim. Ümmet ma'nosida ishlatilgan emas. Ya'ni o'rtaq tilda so'zlaydigan bir kishilar to'piga qaratilgan. Ya'ni bu mening bu oyatni naql keltirish orqali demoqchi bo'ldim. Allah bir millatning kimligini bekitgan vaqtda yoki bir to'p kishilarni bir millat deb atagan vaqtda tilni alohida bir belgilab so'zlaydi. O'xshamagan millatlar tilga, o'rtaq coğrafyaga, o'rtaq tarixiy kechirmishga ega kishilar to'plami. Mana shunda oyat aniq turgan ahvol ostida islomda millat yo'q deyish amaliyotda Allah men yaratdim ba deb turgan bir obyektiv mavjudlikni inkor qilganlikdan hech qanday farqi yo'q. Ama ikkinchi jihatdan bir adam musulmon bo'lgandan keyin uning islomiy majburiyatining ramkasi menimcha bunday bo'ldi. Bizning nurg'un oyatlar, hadislar shuni aniq ko'rsatib berdiki, bizning yaxshilik qilish prinsipimiz eng avval yaqin kishilardan boshlanadi. Biz yaxshilikni bir moddiy yaxshilik va ma'naviy yaxshilik deb ikkiga bo'laylik. Moddiy yaxshilik deganimiz boshqalarga iqtisodiy jihatdan yordam berishga o'xshash. Buningdan biz konkret oyat hadislarni keltirib yurmasam hammamiz bilamiz. Nurg'unlagan zakotga munosabatlik, sadaqaga munosabatlik oyat va hadislarda eng avval yaqinidan boshlash kerakligi haqida intayin ko'p hadislar bor. Ya'ni zakotni eng avval yaqin kishilardan boshla deydi. Mesela İslam fiqhisida ma'lum bir rayonda zakat toplangan bo'lsa, chuqur avval rayondagi andın boshqa rayondagi kishilar keldi. Şu rayonda zakatga ehtiyojli kishilarning ehtiyoji qondirilmasdan boshqa rayonga yetkazsa bu to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni joiz bo'lmaydi. Shar'iy nuqtadan aytganda. Masalan, qo'shnilarchilik haqidagi qo'shnilarchilik deganimiz hammamiz bilamiz. İslamda intayin ta'kidlangan. Hatto sahobalar hijrat qilib Madinaga kelgandan keyin qo'shnilarchilik payg'ambarimizning ta'kidlarini anglab, qaraganda shu keyin o'lib qolsak, qo'shnimizga miros qoldiradigan o'xshaymiz deb qarab qolgan. Ya'ni qo'shnilarchilik o kadar ta'kidlangan.
Shuningdek, biz qo'shniga yaxshilik qilgan vaqtda qanday yaxshilik qilamiz deb so'ragan savolga avval ishga sana kimning yaqin bo'lsa shundan boshlaysan degan. Ya'ni yaxshilik qilishning mana shu o'xshab ketgan mazmundagi barliq hadislarni yiqqan vaqtda agar uni bir ig'iz jumlaga yig'inchoqlash to'g'ri kelsa, markazdan atrofga taraydi. Siz o'zingizning uyi o'tkazsa, avval o'zingizning uyidagi o'tsiz. Hargiz siz uyingizdagi o'tni tashlab etib, boshqa bir mahallaga berib, u yerda o't o'chamaysiz. Unda qilish sizning eng dastlabda ado qilgan bir majburiyatingizni tark etgandek bo'lib o'xshash. Anadan keyin bir ma'naviy yaxshilik qilishni gapini qildik. Amaliyotda bizning dinimizda balkim bir insonning bir insonga qila oladigan eng chong yaxshiligi balkim uning islomni da'vat qilish, uni haq yo'liga boshlash mumkin. Boshlash hisoblanishi mumkin. Shu nuqtadan aytganda Alloh Qur'oni Karimda eng dastlabda nozil qilgan oyatlarning biri, "Ey payg'ambar, sen eng avval o'zingning eng yaqin kishilarini ogohlantirgan. Urug' tuqqanlaringni boshlagan ogohlantirishni deb shunda degan. Buning ma'nosi, ya'ni sening ma'naviy yaxshiliging, ya'ni islomiy da'vatingmi eng avval boshqa kishilardan emas, balki sana eng yaqin bo'lgan atrofingdagi kishilardan boshlansin degan. Demak, bizning hatto ma'rif islohotimiz, diniy tarbiyalarimiz va boshqa jihatdagi barliq madaniyat harakatlarimiz eng avval o'zingizning atrofidan boshlansin. Eng avval o'zingizning millatidan boshlansin. Xizmatni avval o'zingiz millatiga qiling oddiylashtirilgan deb o'ylayman. Endi uchinchi bir muhim nuqta, islomda muhim bir prinsip, ya'ni sila rahim deydigan bir uqum bor. Endi shuni avval ochiqlab o'tish lozim. Sila rahim bizning Uyg'ur tili iste'molimizda boshqalarga rahim shafqat qilish yoki boshqalarga yaxshilik qilish deb tushunilgan. Bu halqi diniy atalg'u nuqtasini tushuntirgan vaqtda to'g'ri emas. Bu yerdagi silatur rahimning ma'nosi, rahim shafqatdagi rahim emas, balki bolayotqu degan ma'noda. Balki sila degan bog'lanish. Buning ma'nosi Uyg'urcha tarjima qilsak, agar obrazliqroq desak, bolayotqudash deganlik. Ya'ni urug' tuqqandarchilik. Sizlar rahimni ulash degan vaqtda urug' tuqqanchilikni chingtirish va urug' tuqqan uzatmaslik degan ma'noda. Hatto urug' tuqqanchilik haqida o qadar keskin hukmlar borki, İmam Buxoriy bilan Muslim o'rtaq rivoyat qilgan bir hadisda sizlar rahimni uzib qo'yg'uchilar jannatga kirmaydi degan. Ya'ni do'zaxga kiradi degan. Bu haqiqatan kichik ish emas. Endi sizlar rahimni agar biz urug' tuqqanchilik deb qaragan vaqtimizda mening tushunchamcha buni sal kengaytsak, biz eng avval millati bilan urug' tuqqan. Ya'ni biz tariximiz nuqtalarimiz biyologik eng o'zimizning millati bilan urug' tuqqan. Eng avval o'zining emaslikmi? Sizlar rahimni uzib bir şekilde deb aytish xato emas. Endi to'rtinchi nuqta, islom qonunshunosligi nuqtasidan bir ikki nuqtani bir tushuntirish lozim. Chunki biz ba'zi vaqtda ba'zi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy hukmlarni shaxsiy ibodatga munosabatli hukmlarga o'xshash turoqliq, o'zgarmas, shartsiz deb tushunamiz. Amaliyotda unday emas. Balkim islomdagi nurg'un ibodatlarni cho'ng jihatdan ikkiga ayirish mumkin. Birisi xususiy ibodatlar. Ko'pinchisi bu Alloh bilan inson orasidagi namoz o'qish, Qur'on tilovat qilish, ro'za tutish degan o'xshash ibodatlarni ko'rsatadi. Mana bu xil ibodatlarni bekitilgan hukmlar, masalan namozni kunda 5 vaqt o'qish, qiblaga qarash, tahorat elishdagi ushoq tafsilotlarning hammasi asosan shartsiz bo'ldi. Ya'ni cho'qim shunday qilasiz, unda qilmasangiz uning boshqa shakli yo'q. Masalan biz 5 vaqt namozni 5 vaqt o'qiymiz. Qancha taqvodorligimizni tutib ketgan vaqtda 5 vaqtni biz 10 vaqt qilib olaman desak to'g'ri bo'lmaydi. Biz uni nafl namoz orqali qilamiz. Ammo siyosiy, iqtisodiy ibodatlar bor. Masalan, hijrat qilishga o'xshash, urush qilishga o'xshash. Mana bular butunlay tashqi shart-sharoitning pishib yetilish, yetilmasligi bilan intayin zich munosabatlik. Masalan, hijrat qilish degan bir buyruqni ko'rsak, Qur'ondan yoki hadisdan, bu butunlay shartsiz ijro qilinadi. Xuddi namoz o'qish degan hukm qanday ijro qilingan bo'lsa, bu hijrat qilishga o'xshash yoki berib urush qilishga o'xshash bu hukmlarni shartsiz ijro qilindi deb tushunib olish to'g'ri emas. Agar unday bo'lgan bo'lsa, Payg'ambar alayhisalom ayni vaqtda hijrat qilish uchun fursat kutmagan bo'lardi.
eng dastlabda zulm eng og'ir vaqtlarda hijrat qilish uchun yangi yurtlarni izlagan va shu yerlarga ketgan bo'ladi. Ammo unda qilmadi. Ya'ni hijrat qilishning fursati pishib yetilgan vaqtda shu ishni qildi. Ya'ni bu tashqi sharoit bilan anadagi shu ishni qilishning foydasini dangsash bilan, ya'ni natijasini dangsash bilan anadagi qaror qilindi. Ma'lum mezgil hijrat qilish yoki ma'lum mezgil qilmaslik. Bularligi xuddi namoz o'qish o'qimaslikqa o'xshash o'zgartkili olmaydigan, midirlat qila olmaydigan toshga o'xshash hukmlar emas. Mana mushu xil hukmlar xato tushunilganligi uchun mushu mazmundagi oyat hadislarning xato tushuntirilishi, xato iste'moli sababidan bizning diniy tushunchimizda, bu ba'zi yoshlarning diniy tushunchasida millat uchun xizmat qilish degan iborami ularga bir xil sezgir keladigan. Uni xato tushunib oldigan. Millat uchun xizmat qilish deganlik din uchun xizmat qilmaslik degan ma'noda tushunilib qoldigan bo'ldi va bilib bilmay mana bu xil tushuncha Xitoylarga ketman chopgandek, Xitoylarning manfaatiga xizmat qiladigan bir tushunchaga aylanib qoldi. Asli buning niyatining qanday bo'lishini nazarga olmagan taqdirda natija e'tibori nuqtasini aytgan vaqtda bizga egagan ziynni qat'iy sal qarashga olmaydi. Endi oxirgi mening yig'inchoqlaydiganim va mening umidim bizning dinimiz bütün tarixdan halqagan, ya'ni zamondan halqagan, makondan halqagan, millatdan halqagan universal, ya'ni olamshumul haqiqatlarni o'z ichiga olgan bir din. Ammo bu olamshumul haqiqatlarni har qaysi qavmlar, millatlar, jamoatlar o'zining mavjud bo'lgan moddiy tashqi shart sharoitlari, siyosiy ijtimoiy ahvoli deganga o'xshash konkret ahvollarga asosan eng zo'r darajada umumiy prinsiplarga va yadroliq qimmat qarashlarga rioya qilgan asosda o'zining boshqalardan biroz farq qilinadigan bir islomiy tajribasini yaratadi. Tarixdan buyon shunday bo'lib keldi. Bundan keyin ham shunday bo'ldi. İslamning butun jahonga mos keldi. Bu vaqtdan halqagan deganlik hargizmi Afrikada yashagan bir qavm islomni ijro qilganda qiladigan ishlarning hammasi siyosiy iqtisodiy islohotga o'xshash munoshirdan boshlab bizga o'xshash mustamlika ostida yashayotgan bütün Asiyoda o'zining mavjudligi va erkinligini qo'g'lish bo'lgan bunday bir millatning qiladigan ishlari bilan tartib jihatda muhim biladigan ishlarining nuqtasida farqli bo'lishi butunlay normal. Hatto bu islomning talabi.